rang muqaddas tinchlik ramzi bo'lib, qo'rqinch ravonligi va koinot yoritgichlari bilan uyg'unlashib ketadi. Oq rang poklik, beg'uborlik, soflikni orzu va xayollar tozaligi, ichki go'zallikka intilishning timsoli. Maviy rang tiriklik mazmunini aks ettirgan mangu osmon va obi hayot ramzidir. Timsollar tilida bu yaxshilik, donishmandlik, halollik, shon, shuhrat va sadoqatni bildiradi. Binobarin, Amir Temur davlatining bayrog'ining rangi ham maviy rangdir. Yashil rang tabiatning yangilanish ramzi. Bu ko'pgina xalqlarda navqironlik, umid va shodimonlik timsoli hisoblanadi. Qizil chiziqlar vujudimizda jo'shib oqayotgan hayotiy qudrat irmoqlarini anglatadi. Navqiron yarimoy tasviri bizning tarixiy an'analarimiz bilan bog'liq. Ayni paytda u qo'lga kiritilgan mustaqilligimiz ramzi hamdir. Yulduzlar barcha uchun ruhoniy, ilohiy timsol sanalgan. O'zbekiston Respublikasi davlat bayrog'idagi 12 yulduz tasviri ham tarixiy an'analarimiz, qadimgi yilnomamizga bevosita aloqador. Bizning 12 yulduzga bo'lgan e'tiborimiz O'zbekiston sarhadidagi qadimgi davlatlar ilmiy tafakkurida nujum ilmi taraqqiy etganligi bilan ham izohlanadi.